Ada nima qilyapsiz? Ko'rmayapsan, televizor ko'rib o'tiribman. Mashinani olmoqchi edim. Sotmayman mashinani. Yo'q, men sotib olmoqchi emasman. Ishlarimni bitirib, qaytarib olib kelib qo'yaman joyiga. Ololmaysan shunaqa qimmat. Ada nima keragi bor shunaqa gaplarni? 27 ga kirdim. Nimaga bermaysiz mashinani? To'g'ri, 27 ga kirding, lekin 27 gramm aqling yo'q, turishingni qara, sen mashinani ko'tara olmaysan. Ada, men mashinani ko'tara olaman, lekin mashinani menga bermasligingizni ko'tara olmayman. Yo'q, bermayman. Urib olasan. Ada, meni pravam bor. Ada, maktabga ketaman, pul bering. O'tgan hafta pul berdim-ku, qani? O'tgan hafta tugadi. Voy bolam, sen bir haftadan bir qanaqa borib kelyapsan o'qishga? Mashinada borib kelyotgandim. Voy tirrancha, mashinaga tegdingmi sen? Sani pravenam yo'q-ku. Menda bor prava, menga beringlar mashinani. Hachab shu akamga bering mashinani. Bo'pti, xo'p, mashinani berdim senga. Boshqa pravasi yo'q kelib san ursin, nima bo'ladi? Avariya bo'ladi. Ada, hamma xato qiladi. Nima siz xato qilmaganmisiz? Da, qilganman xato. O'sha sensan. Bo'ldi, men boshdan olmayman. Sizlarni tark etaman. Bugundan boshlab mendagi o'g'linglar yo'q. Men ketdim. Bo'pti, ketsang ketur, bola asrab olamiz. Yangi boqolgan bolangizga berasizmi mashinani? Yo'q, bermayman unga ham mashinani. Yaxshi, boqolmay qo'ya qoling. Men ham ketdim, men ham sizlarni tark etaman. To'xta bolam. Mashinani kalitini berib ket.